Assalomu alaykum qizlar. Bugun kisichkalarni to'g'ri tozalashni o'rganamiz. Uning uchun bizga qora silikon va o'zini videoda ko'rsatilgandek narsasi kerak bo'ladi va sovun. Ko'rib turganingizdek kisichkani formasiga qarab, pastdan tepaga yo'naltirib sovunlab olamiz. Kisichkalarni sovunlab olganimizdan so'ng kisichkalarimizni formasiga qarab qora silikon va yuvadiganida yuvib chiqamiz. Dumaloq formali kisichkalarni aylana shaklida yuvsa bo'ladi. Ploskiy kisichkalarni o'sha videoda ko'rsatilgandek pastdan tepaga yuvamiz. Ularni aylana shaklida yuvib bo'lmaydi. Yana bitta muhim etaplaridan biri bu обязательно sovunla yuvib bo'lganimizdan so'ng kisichkalarimizga mana shunaqa soch balzamida ozginadan surib chiqamiz. Bu bizni kistlarimiz yana ham yumshoqroq va uzoq xizmat qilishiga yordam beradi. Endi esa kremoviy produktlarga ishlatadigan kisichkalarimizni yuvib olamiz. Bularni ham birinchi sovunlab olib, keyin silikonoviy щеточкасida yuvib chiqamiz. Endi esa ko'zimiz uchun bo'yaladigan kisichkalarni yuvib olamiz. Bularni ham birinchi ho'llab olib va sovunda yaxshilab sovunlab olib, mana ko'rib turganingizdek ploskiy kislarni pastdan tepaga qarab yuvib olamiz. Mana bu kisichkamiz ham formasi boshqacha bo'lganligi sababli pastdan tepaga qarab yuvib olinadi. Bu bachonok nomli kisichkamiz. Buni aylana shaklida yuvsa bo'ladi. Bu esa men yaxshi ko'rgan kisichkam. Расшифровка qiladigan kisichka. Buni aylana shaklida yuviladi. Bu ham bachonok kisichka. Bu ham aylana shaklida yuviladi. Buni esa pastdan tepaga yuvsa bo'ladi va bularni ham yaxshilab suvini chayib bo'lganimizdan so'ng ko'rib turganingizdek bunga ham ozginadan balzam surib chiqdim. Va ikkala balzamlangan kisichkalarni yaxshilab uzoq suvda chayib olish kerak bo'ladi. Quritishga kelganda sochuvga videoda ko'rsatilgandek quritilsa tez va oson quriydi. Video yoqqan bo'lsa izohda o'z fikringizni qoldiringlar.